Hech o'ylab ko'rganmisiz kino tomosha qilib rus tilini o'rganish mumkinligini? Assalomu alaykum, meni ismim Maryam Shuhratovna. Demak, bugungi darsimiz juda ham qiziqarli bo'ladi, chunki biz shunchaki dars orqali emas, balki kino orqali rus tilini o'rganamiz. Dada, to'g'ri eshitdingiz, o'sha mashhur Harry Potter filmidagi sahnalar orqali biz yangi so'zlar, iboralar hamda talaffuz sirlarini o'rganamiz. Videoni oxirigacha ko'ring, chunki video oxirida sizga qanday qilib kino tomosha qilib o'rganish uchun amaliy tavsiyalar berib o'taman. Agarda tayyor bo'lsangiz, boshladik. Filmda asosan 3 ta sahnani tahlil qilamiz. Birinchisi bu Dumbledore aytgan so'zlar, ikkinchisi Ron va Garri o'rtasidagi kulgili suhbat, uchinchisi Germiona dialoglari. Va har bir sahnada siz eshitadigan iboralar real hayotda ham ishlatish uchun mos bo'ladi. Keling, birinchi sahnadan boshlaymiz. Прошел еще один год. А сейчас, насколько я понимаю, пришло время вручить кубок победителю. Bu yerda Dumbledore aytayotdiki, 1 yil o'tdi va endi o'quvchilariga, g'oliblarga kubokni topshirish vaqti keldi. Очки распределяются так. 4-е место. Гриффиндор 3. Demak, ballarni hammaga bo'lib chiqyapti va Gryffindorga 312 очков. 312 ball beryapti. В 3-м месте Пуффендуй. У них 352 очка. 3-chi o'rinda Puffinduy, ularda 352 ball. Второе место Когтевран. У них 426 очков. Ikkinchi o'rin Когтевран, ularda 426 ball. И на первое место, набрав 472 очка, выходит Слизерин. Va birinchi o'ringa 472 ball yig'ib Slytherin chiqadi. Отлично, ребят. Да-да, молодцы, Слизерин, отлично, Слизерин. Однако должны быть приняты во внимание последние события. Dumbledore maqtayotdilar, malatsi, barakalla Slytherin, lekin yana bir narsani inobatga olishimiz kerak. И я должен объявить о присуждении дополнительных очков. Qo'shimcha ballarni berilishini e'lon qilishim kerak, deb aytayapti bizga Dumbledore. Мисс Гермионе Грейнджер за способность хладнокровно мыслить, когда другим грозила серьезная опасность, 50 очков. Germionaga jiddiy xavf ostida bo'lganda xotirjam fikrlay olgani uchun 50 ball qo'shildi. Молодец. Во-вторых, мистеру Рональду Уизли за лучшую шахматную партию в Хогвартсе, сыгранную за многие годы, 50 очков. Ronga Hogwartsda eng yaxshi o'ynalgan shaxmat partiyasi uchun 50 ball qo'shildi. И в-третьих, мистер Гарри Поттер, за ваше истинное мужество и выдающуюся храбрость я присуждаю Гриффиндору 60 очков. Va Garri Potterga Dumbledore chinakam va ajoyib jasorati uchun Gryffindorga 60 ball berdi. Мы сравнялись со Слизерин. Slytherin bilan tenglashdik deb Germiona aytayapti. Наконец, требуется большое мужество, чтобы противостоять своим врагам, но еще сложнее противостоять своим друзьям. Я присуждаю 10 очков Невилу Долгопупсу.
Dambldo'r gaplari dushmanlaringizga qarshi turish uchun katta jasorat talab qilinadi, do'stlaringizga qarshi turish esa undan ham qiyinroq deb aytadi va Neville'ga 10 ball qo'shib berdi. Исходя из того, что мои подсчеты верны, я думаю, настало время флаги сменить. Гриффиндор получил кубок школы. Dumbledore gaplari hisoblarimga asoslanib, bayroqlarni o'zgartirish vaqti keldi va Gryffindor maktab kubogini oldi. Umumiy tarjima qilib oldik. Endi siz bu iboralarni ovoz chiqarib takrorlang va eng asosiysi ohang va talaffuzga katta e'tibor bering. Va har safar shunday kinolarni ko'rganingizda siz har bir so'zni his qilishni o'rganasiz. Endi keling, keyingi sahnaga o'tamiz. Я Рон, кстати. Рон Уизли. Гарри Поттер. Значит, это правда? У тебя действительно на лбу есть этот... Что? Шрам. Demak, ikkalasi tanishyapti. Ron va Garri Potter. Ron aytayaptiki, "Sani rostdan ham peshonangda chandiq bormi?" deb aytayapti. Garri Potter "Ha" deb ko'rsatyapti. Вот дьявол. Купить что-нибудь не желаете? Нет, спасибо. У меня все есть. Ayol so'rayaptilar, nimadir olishni istaysizmi? Va Ron javob beryapti, "Yo'q, menda hammasi bor." Мы возьмем все. Garri bo'lsa aytayaptiki, "Biz hammasini olamiz" deb mana pullarini chiqardi. Леденцы Берти Бот с любым вкусом. На самом деле, с любым. Есть шоколадные, мятные. Есть со вкусом шпината, ливера и требухи. Garri Potter kinosini ko'rganlar bilishadi. Garri Potterda konfetlar bor, har xil ta'mli, yaxshi va juda ham g'alati ta'mli konfetlari bor. Shu haqida gap ketyapti. Bu Barty Botts konfetlarini istalgan ta'mlari bor deb aytayapti. Ron aytayaptiki, "Ha, rostdan ham istalgan ta'mda bor. Shokoladli, yalpizli, ismaloqli va aytilyaptiki, liver va tribuxa degan joyi bor. Bu hayvonlarni ichaklaridagi o'sha ta'm, konfetda shu ta'm bor." Джорджу однажды попался со вкусом хозяйки из носа. Ваша joyi yomon-da. Ronni gapi aytayaptiki, Jorjga bir kuni o'sha burundagi o'zinglar tushundinglar, shunaqa g'alati ta'mli konfeta tushib qoldi. О, шоколадная лягушка. Они заколдованы. Кстати, внутри есть вкладыш. В каждой коробочке карточка с изображением волшебника или колдуна, а я уже собрал почти 500. Garrining gapi shokoladli qurbaqa deb aytayapti. Ron aytayapti, u sehrlangan va bu har bir korobkani ichida kartochkalar bor, har xil sehrgarlarni rasmlari bilan birga va men shunaqa 500 ta уже yig'ib qo'ydim deb aytayapti. Смотри. Не повезло. Она в один большой прыжок долетает до воды. Qurbaqaga aytayapti, omadi kelmadi, bitta katta sakrash bilan suvga yetib oladi. Пус Дамблдор. У меня таких 6. Эй, он исчез. Ron aytayaptiki, menda shunaqa Dumbledoredan 6 ta bor va Garri aytayapti, yo'qolib qoldi, yo'q bo'lib qoldi, исчез. А ты думал, что он будет с тобой целый день? Кстати, Sen o'ylading, u sen bilan kuni bo'yi bo'ladimi deb aytayapti Ron. это короста. Жалкое создание. Да, немного. Фред, O'zini kalamushi bilan tanishtiryapti, karosta, achinarli maxluq deb. Garri Potter aytayaptiki, "Ha, biroz." научил меня, как превратить ее. Показать? Да. Aytayaptiki, "Men buni o'rganib oldim, kalamushni aylantirishga, nimadirga aylantirmoqchi bo'ldi, endi sehr qilib." Солнце. Никто не видел Жанну.
Мальчик по имени Невилл потерял жабу. Нет. Germiona kelib qoldi va aytibdi-ki, hech kim qurbaqani ko'rmadimi? Bir bola o'sha qurbaqasini yo'qotib qo'ydi deb. О, вы колдуете? Ну и как? Солнце, маргаритки, мягкое масло. Дай этой глупой жирной крысе желтый цвет. Germiona aytibdi-ki, ha, sizlar sehr qilyapsizlarmi va qanday qilib deb so'radi. Ron ko'rsatyapti, bu semiz va ahmoq kalamushga sariq rang ber deb sehrini endi qildi, lekin o'xshamadi. Ты в этом заклинании уверен? Мне кажется, оно не очень хорошее. Germionaning gapi, "Sani bu sehrga ishonching komilmi? Menimcha bu uncha yaxshi emas" deb aytibdi. Кстати, я тоже испробовал некоторые простые заклинания, но они все действовали. Men ham bir qancha sehrlarni qo'llab ko'rdim va ular hammasi ta'sir qildi deb Germiona aytibdi. Например, Oculus Reparo. Так ведь лучше, правда? Боже мой! Va Garriga sehrini ko'rsatmoqchi edi va bilib qoldiki, bu Garri Potterligini. Ты Гарри Поттер? Я Гермиона Грейнджер. А ты кто? Я Рон Уизли. Мило. А вам пора переодеться в форму. Кажется, мы скоро приедем. Uchalasi ham tanishib olishdi, o'zligini tanishtirishdi va Germiona aytibdi-ki, formanglarni almashtirib olinglar, chunki yaqinda yetib kelamiz. Кстати, у тебя грязь возле носа. Ты знаешь, вот здесь. Aytibdi-ki, aytgancha, sani burningni oldida yonida kir bo'lib qopti, mana bu yerda deb ko'rsatdi. Do'stlar, orada ozgina pauza olamiz. Agarda siz ham rus tilini shunaqa qiziqarli, tabiiy, amaliy usulda o'rganishni xohlasangiz, sizga ilm markazi kurslarini tavsiya beraman. Bizda 90 kunda razgovorga chiqishingiz kafolatlanadi. Agarda 3 oyda natijaga chiqa olmasangiz, to'lovingiz 100% qaytariladi. Video ostida havola bor, Telegram yoki WhatsApp raqamingizni qoldiring. Operatorlarimiz sizga barcha ma'lumotni berishadi va demo darslarni yuborishadi. Imkoniyatni boy bermang, pastdagi havola orqali ro'yxatdan o'ting va rus tilini bugundan boshlab amalda o'rganishni boshlang. Конь ходит, Е5. Королева бьет Е5. Это просто варварство. Это волшебные шахматы. Ron bilan Garri shaxmat o'ynashyapti va Germiona bu sahnani ko'rib qolib, bu vahshiylik deb aytibdi, chunki shaxmat urganiga va bu sehrli shaxmat deb Ron javob beryapti. А ты уже собралась? Зато ты нет. Другие планы, мои. Sen уже yig'ilib bo'ldingmi? deyapti Germiona. Sen esa yo'q deyapti. Meni rejalarim boshqa deb Ron hozir tushuntiradi. Мои родители едут в Румынию навестить моего брата Чарли. Он изучает драконов. Хорошо, ты поможешь Гарри. Mani ota-onam Ruminiyaga akamdan xabar olishga ketishyapti. U drakonlarni o'rganadi deb aytibdi. Germiona esa aytibdi, juda yaxshi, sen esa Garriga yordam berasan. Он идет в библиотеку искать информацию по Николасу Фламелю. Мы смотрели уже 100 раз. Demak, Garri Nikolas Flamel haqida ma'lumot topishi kerak ekan. Ron aytibdi, biz уже 100 marta ko'rdik-ku deb mana emotsiyada gapiryapti. Но не в запретной секции. Счастливого Рождества! 100 marta ko'rdik-ku desa, Germiona aytibdi, lekin taqiqlangan bo'limda emas. Va xayrli yangi yil, Счастливого Рождества, yangi yil bilan o'sha Rojdestvo o'zini bayrami bilan tabriklab ketyapti. Кажется, мы на нее плохо влияем. Menimcha biz unga yomon ta'sir qilyapmiz. Позаботься о Роне. Потом беги к Сову. Пошли сообщение Дамблдору.
Ronga g'amxo'rlik qil. Keyin Sava bu qush, boy qushni oldiga borib, Дамблдорga xabar ber deb Garri Germionaga aytibdi. Рон прав. Я пойду дальше. Все будет хорошо. Ты волшебник. Ron haq. Men ketdim. Men davom ettirishim kerak deb aytibdi. Germiona aytibdi, hammasi yaxshi bo'ladi. Sen sehrgarsan. Sen buyuk sehrgarsan. Ты великий Великий волшебник. волшебник. Не такой хороший, как ты. Senchalik yaxshi emas. Я колдовство. Есть более важные вещи. Men va sehr bundan ancha muhim narsalar bor deb Germiona aytibdi. Дружба и смелость. Гарри, береги себя. Do'stlik va jasurlik. Garri, o'zingni asra. Siz ham etib o'tilgan iboralarni ovoz chiqarib takrorlang. Birinchi marta sekinroq, ikkinchi marta tabiiy ohangda ancha o'sha yaxshilangan holda talaffuz qiling. Demak, do'stlar, bugun sizlar bilan Garri Potter filmidagi rus tilidagi eng foydali iboralarni o'rganib chiqdik. E'tibor bering, til o'rganish uchun faqatgina kitob kerak emas, to'g'ri yondashuv kerak va kino orqali siz har bir intonatsiya, talaffuzga e'tibor berishingiz ancha qulayroq va osonroq bo'ladi. Shuning uchun kinolarni to'g'ri ko'rishni boshlang. Agarda sizga bugungi video foydali bo'lgan bo'lsa, like bosing va obuna bo'lishni unutmang. Keyingi videolarimizda qaysi kinoni tarjima qilishimizni xohlaysiz, izohlarda yozib qoldiring. Keyingi videolarimizda ko'rishguncha, xayr.